qish mavsumi kelyapti akalar. Ko'p joylarda to'klar minimalniy darajada tushib ketadi yoki ko'tarilib ketadi. Shuni hisobiga biz Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga to'klarni bitta me'yorda ushlab 220 chiqazib beradigan stabilizatorlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Video davomida shular obzorini qilib, narxi, ma'lumoti, qanaqa vazifalari to'liq tushuntirib o'tib ketamiz. Hozirroq bittadan like bosib, videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, to'liqroq ma'lumotlarni bemalol telefon orqali so'rab olishingiz mumkin. Undan tashqari dastavka xizmatlari ham bor. Xo'p, ko'rib turgan stabilizatorlaring akalar hammasi uchovi ham 20 kilovatli varianti, farqlari releli hamda laterli variantga 20 kilovatli stabilizatorlarimiz bo'linadi. Xo'p, birinchi o'rinda releli variantidan tanishtirishni boshlaymiz. Ko'rib turgan stabilizatorlarning 20 kilovatgacha bo'lgan nagruskalarni bemalol ko'tarib ishlatib berish uchun mo'ljallangan. 95 voltdan ko'tarib beradi. U kuni Stereolog firmasiga tegishli. Admotkalari akalar alumin admotkalar bilan jihozlangan bo'ladi. Admotkalar bittali. Orqa tomonda montajlari ko'rishingiz mumkin. O'zini o'zi avtomatik sovutish xususiyatiga ega. Tok necha kiryapti, necha chiqyapti, qanaqa holatda ishlayapti, hamma o'zini ko'rsatib turadi. Narx-navosi 3.900.000 so'm. 95 voltdan ko'tarib beradigan stabilizatorimiz releli varianti akalar. Endi bu ham 20 kilovat, bu ham 20 kilovat. Hajmi nimaga ikki xil degan akalarimizga buni admotkasi bittali bo'ladi. Buni admotkasi bitta ahamiyat berasizlar. 3 talik mis admotkalar bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin. Tepa tomonida, o'rta qismida ham pastki tomonida o'zida hamma yo'q admotkalari qo'yilgan. Ortiqcha nagruska bo'ladigan bo'lsa tashavoradi, shitlarigacha o'ziga tayyor qo'yilgan holatda. Bunimizda admotkalari 100% misli bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Sifati juda ham zo'r qilib ishlangan. 220 volt. Tok necha kiryapti, necha chiqyapti, necha nagruskada ishlayapti, hamma o'zini ko'rsatib turadi. Bu 110 voltdan ko'tarib beradigan variant tokni o'ynatmasdan bitta me'yorda chiqazib beradi. Farqini ko'rishingiz mumkin. Anchagina farqi bor. Ko'pchilik akalarimiz stabilizator olishda akalar adashyapti. Ya'ni oddiy variantini olib qo'yishyapti. Biz original 1 yildan garantiyasi bor variantini sizlar uchun tavsiya qilamiz. 110 ligini narxini $540 obunachilarimiz uchun qilib beramiz. 1 yildan garantiyalari bilan. Konditsioner, xolodilnik, shunga o'xshagan narsalar bemalol ko'tarib beraveradi. 20 kilovatgacha bo'lgan nagruskalar. Endi bu 110 ligi bo'ladigan bo'lsa, xuddi shuni 80 voltdan ko'tarib beradigan varianti ham bor. 80 voltdan ko'tarib 220 dan baland bo'lib ketadigan bo'lsa, to'klaring обязательный 220 bitta me'yorda chiqazib beradi. Ko'pchilik akalarning ishlab chiqarishi bor, boshqasi bor, to'k o'ynaydigan bo'lsa, apparatlari kuyib qolishi mumkin. Shu hisobiga mana shunaqa stabilizatorlar biz tavsiya qilamiz. Do'konimizdan bemalol kelib, optim narxlarda xarid ketishligi mumkin. Bu 80 voltligini narxini akalar kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa $600 dan qilib beriladi. Pastdan nomer qoldirib ketyapman. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib bo'ladigan bo'lsangiz, to'liqroq ma'lumotini so'rab olishingiz mumkin. Bizning stabilizatorlarimiz katta 50-60 kilovatli variantlari ham bor. Kimga qanaqa variantidan, qanaqa turdagisidan qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Manzilimiz Marg'ilonda hokimiyati to'g'risida joylashgan agrotexnikalar do'koni.